Stolim ustida 7 ta YouTube ijodkor mukofotlari turibdi. Ularning har biri bizning ishimiz butun dunyo bo'ylab insonlar qalbiga yetib borganining belgisi, alhamdulillah. Bular islomning yutuqlaridir. Eng so'nggi yangiliklarimizdan, bizning arabcha kanalimizdan boshlaymiz. Towards Eternity arabcha kanalimiz 1 million obunachiga erishgani uchun Los Anjelesdan mukofotimiz keldi. Alhamdulillah. Keyingisi bizning Indoneziya kanalimiz. Biz bu mukofotni 100 ming obunachidan oshganimiz uchun qo'lga kiritdik. Hozirda obunachilarimiz soni 700 ming atrofida, to'g'rimi? Ha, 700 ming. Xo'sh, nega bular shunchalik muhim? Chunki biz ko'ngilochar videolar tayyorlaydigan platforma emasmiz. Biz insonlar qalbiga nur olib kiradigan, hayotlarini o'zgartiradigan islomiy mazmundagi kontent yaratamiz. Bizning fransuz tilidagi kanalimiz ham 200 ming obunachidan oshdi. Va buning mukofoti. Endi esa Urdu kanalimizga kelsak, Urdu tilida kanalimiz ham 700 mingdan oshdi, alhamdulillah. Bu uning 100 ming obunachilari uchun mukofoti. Rus tilidagi kanalimiz uchun ham mukofotni albatta unutmasligimiz kerak. Alhamdulillah, u juda tez o'smoqda. Allaqachon 400 mingdan o'tdi. Biz o'sha kanalimizdagi obunachilarimizdan biridan juda ham ta'sirli xabar olganmiz. Xabarda shunday deyilgandi: men 13 yoshdaman va bu videoni ko'rganimdan so'ng namoz o'qishni boshlamoqchiman. Subhanalloh. Bu minglab ilhomlantiruvchi izohlardan birigina xolos, alhamdulillah. Endi bizning Bengalcha kanalimiz. Bu kanal hozir 1 millionga yetishga juda ham yaqin turibdi. Shunday ekan, ikkinchi mukofotni qo'lga kiritishimizga ham kam qoldi inshaalloh. O'sha kanaldagi tomoshabinlarimizdan biri videolarimiz tufayli giyohvand moddalarni tashlay olganini aytgan edi, alhamdulillah. Bizning ingliz tilidagi kanalimiz, xo'sh, u juda og'irroq. Ingliz tilidagi kanalimiz 1 million obunachidan oshganligiga ancha bo'ldi. Bizning turk kanalimizning mukofoti qayerda? Xo'p, turkcha kanalimizdagi videolar umumiy holda 500 million marta tomosha qilingan. Alhamdulillah. Bu ta'sirning asl mohiyatini raqamlar bilan o'lchab bo'lmaydi. Endi inshaalloh so'nggi yangiliklardan bizning xitoycha kanalimiz tez orada kattaroq yutuqlarni qo'lga kiritadi. Biz albatta mukofotlar oddiy suvenirlar emasligini yaxshi bilamiz. Ular bizning katta mas'uliyatimizdandir. Alloh taolo barchamizga tavfiq berib, hidoyatga tashna bo'lgan yanada ko'proq qalblarga yetishimizni nasib etsin inshaalloh.